Farzandingiz har 10 daqiqada telefon so'rayaptimi? Planshetni olib qo'ysangiz yig'laydimi yoki jahli chiqadimi? Ko'pchilik ota-onalar buni hozirgi bolalar shunaqa deb o'ylaydi, ammo bu normal holat emas. Bu shuni anglatadiki, bolaning miyasi asta-sekin o'zini mustaqil band qila olish qobiliyatini yo'qotmoqda. Ekransiz u nima bilan shug'ullanishni bilmaydi. Diqqat esa ishlatilmay qolgan mushak kabi sutlashib boradi. Eng xavflisi, agar bu holat vaqtida to'g'rilanmasa, 6-7 yoshga kelib odatga aylanib qolishi mumkin. Maktabda esa bunday bola diqqatni jamlay olmaydi. O'qish va hisoblashda tez charchaydi. Doim gadjetga ehtiyoj sezadi. Buni tuzatish mumkin, lekin buning uchun taqiqlar emas, to'g'ri tizim kerak. Maktabimizda o'quvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan rivojlantiruvchi o'yinlar va mashqlar tizimi mavjud. Ular multfilmlardan ham qiziqarli bo'lib, bolalarda diqqat, mantiqiy fikrlash va sabrni rivojlantiradi. Atigi kuniga 15 daqiqa va 2-3 hafta ichida bola o'zi gadjet o'rniga foydali mashg'ulotni tanlay boshlaydi. Agar ma'lumotimiz sizga foydali bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang va albatta boshqa ota-onalar bilan ham bo'lishing.